Mana hozir biza Qo'yliq Irmi degan yangi bozor qurilayotgan ekan. Shu yerda syomka qilyapmiz. Katta bozor bo'lar ekan. Bu yerda hali juda ishlar qaynab ketsa kerak. Bozorlar bitgandan keyin. Bunda qarasam shahar markazi ham ko'rinib turibdi. Manimcha o'sha ko'rinayotgan Nestvan bo'lsa kerak. Nestvan bo'lsa, mana bu yerda ham yana bitta bino bor ekan, xuddi shu Nestvan bilan baravargina bo'lib turibdi. Xullas, shetladan bitta joy olib qo'ymaysizmi degan takliflar ham bo'ldi. Menimcha o'ylab ko'rishga arziydi. Ya'ni shu bozordan bir joy ma'nosida. Mana bu yerda жилой uylar ham qurilar ekan, bir xonali. Menimcha ko'proq shu bozorchilar uchun bo'lsa kerak. Erlarda ham uylar sotilayotgan ekan. Mana shu biznesni tushunadigan odamlar uchun yaxshi bir masala.